ommaviy axborot vositalarida Krishtianu Ronalduning o'g'li, kichik Krishtianu Ronaldu shaxsiy hayoti haqida ma'lumotlar tarqaldi. Xorijiy manbalarga ko'ra, 15 yoshli futbolchi 27 yoshli braziliyalik model bilan munosabatda bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Bu haqda turli insider manbalar xabar bergan. Ma'lum qilinishicha, ular Dubaydagi restoranlardan birida tanishgan bo'lishi mumkin. Twitter'dagi manbalarga ko'ra, aynan yosh futbolchi tanishuvda tashabbus ko'rsatgan va shundan so'ng ular o'rtasida muloqot boshlangan. Shu bilan birga, mazkur ma'lumotlar rasmiy tasdiqlanmaganini ta'kidlash joiz. Eslatib o'tamiz, kichik Krishtianu Ronaldu Saudiya Arabistonining An-Nasr klubi U17 jamoasida to'p suradi, shuningdek, Portugaliya o'smirlar terma jamoasiga ham jalb etilgan. U milliy jamoa safida 6 ta o'yin o'tkazib, bitta gol urgan. Agar bu gaplar rost bo'lsa ham, bunday munosabat uzoqqa borishi juda qiyin va buning sabablari oddiy emas, balki juda chuqur. Kichik Krishtianu Ronaldu hozir hali shakllanayotgan futbolchi. Uning butun hayoti mashg'ulot, bosim, otasining soyasi va katta sahnaga chiqish uchun kurash. U hali o'zini topish jarayonida. Boshqa tomondan 27 yoshli model, bu allaqachon hayotning boshqa bosqichida. U boshqa tajriba, boshqa qarash va boshqa dunyo bilan yashaydi. Bu munosabat go'yo ikki xil tezlikdagi poyezd kabi. Biri endi harakatni boshlagan, oldida cheksiz yo'l va orzular bor. Ikkinchisi esa allaqachon uzoq yo'l bosib o'tgan, qayerga ketayotganini yaxshi biladi. Ular bir bekatda uchrashishi mumkin, lekin bir yo'nalishda uzoq yurishi qiyin. Yana bir muhim jihat. Krishtianu Ronaldu kabi darajadagi ota bilan bu holat uzoq davom etishi deyarli imkonsiz. Chunki bu yerda nafaqat his-tuyg'ular, balki imij, intizom, kelajak rejalari ham katta rol o'ynaydi. Xulosa, agar bu faqat qisqa internet hikoya bo'lsa, tez unutiladi. Agar chinakam aloqa bo'lsa ham, vaqt o'tishi bilan yo'llari ajralishi ehtimoli yuqori.